Ja internetga chiqib kelayim, boplayapsizlar, bitta kuldirlaring meni. Davay. Ya, unaqa kulishing bilan kulib qolmaylar ulug' aka. Nima qilsa bo'ladi? Anekdot aytber, qachon? Qancha Unaqa narsa ham qo'ldan kelmaydi, qizig'i bu. Qani sen qo'ldan kelgan, ha? Men ojizman, qani gapir. Men anekdot gapir davomda. Baqirma menga. Turib qo'yaman ulug' aka buni. Ha? Ha, o'rtoqlar, bugun bizda Five Roses do'konini Obzor qilamiz. ketdi. Men nima qilsam bo'laman, men topchi. Bittashli. Shundan. Xuddi shundan. Topda. G'olam aytdimi? Yaxshi ham shu sarpayni bitta muvitatir kelgan. Qizlarga kerak bo'ladigan uxodi va dekorativniy kosmetikalar bor ekan. Original любой brend topsanglar bo'ladi. Qani bitta rubrika qilamiz. Hozir bizga qizlar ishlatadigan narsani ko'rsatasan. Sizlar topishchilik. Da. Topishimiz kerak. Qizim aytdimi? Nima ishlayman o'g'illi? Ishlagan-ku, yaxshi. Aziz bilan oson ishimiz bitadi. Faqat Azizdagi siz turasiz, agar bular topa olishmasa oxirida aytasiz. Chunki Azizlik ham biladi-da. Bu yerda yerman. Uxlashdan oldin ana kosmetikalar yuvadigan narsa to'g'ri. Asvijdan. Men bilaman. Asvijdan. Azizdagi biladi, Azizdagi kim tursinlar. Namlantiruvchi. Ulug' aka hech qanaqasiga o'qiy olmaysiz. Nima bu? Analkam. O'qiy chiqar. Azizdagi konsiler bu. Nima ekan brendi nomi nima ekan? Uchi. Sochga ili makiyajdan keyin sepadigan bu. Azizlikamga. Ham issiq kunlarda juda ham foydali. Bo'lib ketsa, xullas bu mahsulotimiz ketsin. O, yaxshi. Endi biza ko'rsatamiz, sen topasan. Voy bu. Hamma bilding? Voy bitta ram. Bu nima? Ha, bu terlashga qarshi. Podarka bu. Rahmat G'ulom, xursand bo'laman. Siz ko'p podarkalar qilyapsizlar. Mana nima? Turku. Ha, savzi. Tovon qiladiganmi? Ha. Ha. G'ulom sen kerak narsaga avvalo. Qo'monni g'isht qo'yib qo'yinglar, oldimizga.